o'z tibbiyotda, nevrologiyada bosh og'rig'i eng ko'p belgilardan biri hisoblanadi. Ya'ni umumiy simptomlarni hisobga olsak, bosh og'rig'i birinchi o'rinda turadi. Lekin shu narsa qiziqki, ma'lumot. Boshda o'zida og'riq sezmaydi. Boshimizda og'riq sezuvchi retseptorlar yo'q. Aynan og'riqni boshimiz atrofida o'rab turuvchi pardalar, uni muskullari, qon tomirlari va o'sha joydagi nerv tolalar sezadi. Shu sezgi orqali yana boshda og'riq sezamiz biz. Endi bosh og'riqlarini ham ikkita katta guruhga ajratishimiz mumkin. Birinchi turi bu birlamchi bosh og'riqlari deydi. Ya'ni haqiqiy bosh og'riq kasalliklar hisoblanadi. Ikkinchi turi boshqa kasallik hisobidan kelib chiqadigan bosh og'riqlari. Ya'ni bu bosh og'riqlari bu kasallikning ilk simptomlari hisoblanishi mumkin. Masalan, birlamchi bosh og'riqlariga eng ko'p tarqalgan ayollarda migren, bundan tashqari zo'riqish bosh og'riqlari, klasterensefalalgiyalar va shu og'riq qoldiruvchi preparatlarni ko'p iste'mol qilish orqali kelib chiqadigan abusiz bosh og'riqlari kiradi. Ikkilamchi bosh og'riqlari asosan qon bosimi ko'tarilishda, boshqa travmalarda yoki bosh miyani qon aylanishida o'tkir buzilishlarda, ya'ni gemorrak insultlarda va boshqa turdagi kasallikning hisobidan kelib chiqadigan bosh og'riqlar bo'lishi mumkin ikkita. Endi bosh og'riqlarining ichida ham eng ko'p tarqalgani birlamchi bosh og'riqlari ichida bu migren hisoblanadi. Migren asosan ayollarda ko'proq kuzatiladi, lekin erkaklarda ham kuzatilib turadi. Erkaklarga nisbatan ayollarda 3 barobar ko'p kuzatiladi. Endi migrenning o'zi ham boshqa bosh og'riqlarining ichida eng ko'p tarqalgan bosh og'rig'i sirasiga kiradi. Endi migrenni boshqa bosh og'riqlardan qanday farqi bor? Migren bu surunkali bosh og'rig'i bir turiga kiradi. Xurujsimon tipda kechada 3 soatdan 72 soatgacha davom etuvchi bosh og'rig'i hisoblanadi. Asosan boshning yarim qismida yoki chakka qismlarda, ensa qismlarida, peshona qismlarida paydo bo'luvchi lo'qillovchi tipdagi bosh og'rig'i hisoblanadi. Bu asosan ayollarda ko'proq uchraydi deb turibmiz. Chunki ayollardagi gormonlarning hisobiga bu bosh og'riq ko'proq kuzatiladi. 3 xil nazariya bor. Bu migrenning kelib chiqish nazariyalari. Birinchi nazariya deydi, bu shu qon tomirlari kengayish hisobidan kelib chiqadi migren deyishadi. Oldingi asr avlodlari. Shu qon tomirlari kengayish hisobida bosh miyamizni vena qon tomirlari kengayadi va xurujsimon tipdagi lo'qillovchi tipdagi bosh og'riqlar kuzatiladi. Ikkinchi nazariyasi bor. Bu estrogenga bog'liq. Estrogen bu ayollarning gormoni hisoblanadi. Shu ayollarda ko'proq kuzatiladi degani, balog'atga yetgan qiz, masalan 13-14 yoshdan boshlanadi bu bosh og'riq 50-55 yoshga davom etadi. Ya'ni ayollarning klinik to tugagunga qadar shu bosh og'riq kuzatilib turadi. Homiladorlik paytida, emizorlik paytida bu bosh og'riqlar kuchayishi mumkin. Chunki shu paytda ham gormonlarning disbalansi paydo bo'ladi. Ya'ni estrogen, progesteron bilan almashish hisobida, gormonlarning o'zgarishi hisobida bosh og'riq kuchayadi. Bundan tashqari bu bosh og'riqlarni gormonlarning o'zgarishi, ya'ni qanaqadir gormonal preparatlar ichgandan keyin yoki gormonlarning o'zgarishi hisobida ham bu bosh og'riqlar ikkilamchi kuchayish belgilari kuzatiladi. Endi 3-nazariya bor. Endi bosh og'rig'ini keltirib chiqadigan bu serotoninni yetishmovchi. Bu serotonin insonni oshqozonida va bosh miyasida ishlab chiqarilgan baxt gormoni hisoblanadi. Shu serotonin yetishmovchiligi hisobidan migren xurujalari paydo bo'ladi degan oxirgi nazariyalar mavjud. Endi haqiqatda shu to'g'ri keladi. Migren bor insonlarda ko'pida kuzatganmiz o'zimiz tajribamizda. Bularda tushkun kayfiyat bilan ko'proq yuradi. Tushkun kayfiyatli, serotonin yetishmovchiligi hisobida depressiya belgilari, qo'rquv, xavotir, vahimalar bilan birga kelish holatlari ko'p kuzatiladi migren bor insonlarda. Endi migren o'zi nasliy kasallik hisoblanadi. Nima sababdan yuzaga keladi o'zi? Bu asosiy kelib chiqish sababi ota-onasida kimdadir migren bor, bu farzandlarga o'tadi. Onasidan qiziga ko'proq o'tadi yoki otasidan qiziga o'tishi mumkin yoki onasidan o'g'liga o'tishi mumkin. Aynan migren tashxis qo'yilsa, 100% yo otada yo onada bu bosh og'rig'i bor. Endi undan tashqari aka-ukalarda, opa-singillarda ham bu migren xurujlari yoki migren bosh og'riqlari bo'lishi mumkin. To'rtta narsa bunga bog'liq bo'ladi migrenga. Birinchi bog'liq bo'lgan taraf bu gormonlarning o'zgarishi. Agar gormonlar o'zgarsa, bu bosh og'riqlar kuchayadi. Ikkinchi bog'liq bo'lgan sababi bu ob-havoning o'zgarishi. Ob-havoning o'zgarishi ham bu bosh og'rig'ini kuchaytirishi yoki kamaytirishi mumkin. Uchinchisi bu o'ziga yarasha rejimi bor shu bosh og'rig'ini. Shu rejimlarni o'zgarishi ham shu bosh og'rig'ini kuchaytiradi. To'rtinchisi o'ziga yarasha parhezi bor. Shu migren parhezi bor. Shu parhezni o'zgarishi ham bosh og'rig'ini kuchaytirishi mumkin. Endi qanaqa rejim, qanaqa parhez deb o'ylashingiz mumkin. Shularni aytib ketaman. Parhezdan asosan ko'p uxlashli yoki kam uxlashli bosh og'rig'ini kuchaytiradi. Asabiylashish bosh og'rig'ini kuchaytiradi. Shovqinli joylarga ko'p borish bosh og'rig'ini kuchaytiradi. Kuchli yorug'lik xonada ham bosh og'rig'i kuchayadi. Aynan migren bor insonlar shovqin yoqmasligi kuzatiladi.
kuchli yorug'likda bosh og'riqlar kuzatiladi. Shuning uchun shunday bemorlar kuchli yorug'likdan, kuchli shovqindan o'zini olib qochadi. Endi asabiylashish, stress ham shu bosh og'rig'ini kuchaytirib beradi. Endi o'ziga yarasha parhezlarni aytib ketaman. Migren bor insonlar ushbu parhezlarga qat'iy amal qilish kerak. Birinchi, xom piyoz yemaslik kerak. Xom piyoz, xom chesnok bosh og'rig'ini kuchaytirib beradi. Bundan tashqari dukkakli mahsulotlar, mosh, loviya, no'xat, chechevitsalar ham bosh og'rig'ini kuchaytiradi. Uksuslar bosh og'rig'ini kuchaytiradi. Hamma chaqchuqlar ular ham bosh og'rig'ini kuchaytiradi. Banandan tashqari hamma sitrusli mevalar bosh og'rig'ini kuchaytirishi mumkin. Va sumalaklar ham bosh og'rig'ini kuchaytiradi. Bundan tashqari sir, ya'ni pishloq mahsulotlari ham bosh og'rig'ini kuchaytirib beradi. Ushbu mahsulotlarni hozir iste'mol qilsa ham bosh og'rig'i mumkin. Ushbu mahsulotlar 3 kun oldin iste'mol qilgan bo'lsa ham bosh og'rig'i berishi mumkin. Ushbu aytib o'tgan 4 ta bog'liqlik bo'lgan sabablardan ikkitasi biz o'zimizga bog'liq, ikkitasi o'zimizga bog'liq emas. Ya'ni rejim bilan parhez o'zimizga bog'liq. Shu rejim bilan parhez qat'iy amal qilsa, hech qanday dorilarsiz migren xurujini 50% gacha kamaytirish mumkin. Lekin ikkitasi, ya'ni gormonlarning o'zgarishi, ob-havo o'zgarishiga biz ta'sir qila olmaymiz. Shuning uchun bu bosh og'riq surunkali hisoblanadi. Uzoq muddat davolashga to'g'ri keladi. Ya'ni gormonlarning o'zgarishini rejim parhezlarga qat'iy amal qilib yursa, yo'q. Haqiqatda shunday. Migren xurujlarini kamaytirish mumkin, lekin uzoq muddatli davo choralari qo'llanilmaydi. Haqiqatda bu bosh og'rig'i surunkali hisoblanadi. Ya'ni bemor o'sha gormonlarning o'zgarishi yoki ob-havoning o'zgarishi ham migren xurujlarini kuchaytirib yuborishi mumkin. Bundan tashqari rejim parhezlarini o'zgartirish ham bu migren xurujlarini surunkali tarzga o'tishga yordam beradi. Shuning uchun migren bilan ayollar uzoq yil xastalanib yuradi. Juda ko'p bemorlar o'sha bosh og'ridimi, sitramon yoki shunga o'xshash analgetiklar, ya'ni orqalovchi preparatlar ichishadi. Ya'ni o'zida nima bo'layotganini bilmaydi. Unda migrenmi yoki boshqa turdagi birlamchi bosh og'riqlari bormi yoki qon bosimi bormi? Ilk simptom bosh og'rig'i bo'lgancha orqalovchilar ko'p ishib qo'yishadi. Ya'ni shu bemorda migren bo'lmasligi ham mumkin yoki boshqa bosh og'riqlarda ham bo'lmasligi mumkin. Masalan, qon bosimi oshdi, buni hisobiga o'sha orqalovchi ichdi, bosh og'rib qoldi, lekin qon bosimi ko'tarilib qoldi. Buni hisobiga insult qolgan bemorlar ham juda ko'p, yoki infarkt bo'lgan bemorlar ham ko'p. Ya'ni bu bosh og'rig'i bu simptom xolos, ya'ni kasallik emas. Aynan bosh og'rig'i bo'lgan bemorlar avvalo qon bosimini o'lchatish kerak. Bu bosh og'rig'i bu qon bosimdanmi yoki boshqa turdagi bosh og'riqlarning hisobiga kelib chiqyaptimi? Shuni ajratib olish kerak birinchi. Migren juda ham ko'p turlari bor. Buni qaysi qon tomirining o'zgarishiga bog'liq bo'ladi. Masalan, baziliar migrenlar bo'ladi, bundan tashqari retinal migrenlar bo'ladi, klassik migrenlar bo'ladi. Agar baziliar migrenlar bo'lsa, uni vaqtida davolamasa, o'sha vertebral qon tomiri havzasiga qon quyiladi, bemor o'tkir insultdan vafot etishgacha olib kelishi mumkin. Yoki retinal migrenlar deydi, o'sha ko'z ko'rmay qolib qolishi yoki ko'zi to'r pardani yorilish belgilari, ko'z qon tomirlarining ichiga qon quyish belgilari ham kuzatib qolishi mumkin migren xuruji hisobiga. Juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin vaqtida davolanmasa. Hozirgacha migren bilan kasallangan bemorlar juda ko'pini davolaganmiz. Oddiy migren xurujlaridan tortib migrenoz statusgacha bo'lgan bemorlarning barchasini davolab kelmoqdamiz. Migrenni vaqtida davolash, migren xurujlarini vaqtida oldini olish bu kelajakda migrenni asoratlarini oldini olib qoladi. Vaqtida shifokor nevropatologga murojaat qilib vaqtida davolanish kerak bemorlar.